Rustam, xonimiz shirinmi? Oyimni xonimlarni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Shu yerdaysizmi? Yo'q, uyda. Olmayman. Odam puldan tug'ilmagani, to'g'rimi? Men sizni qayta tug'ilishingiz uchun pul olmayman. Javohir! O'g'lim! Bolam! Xudoga shukr, to'rtmucha sog' qaytibsan. O'g'lim! Senikini ham sog'indim. O'g'lim! Bor yumushi qo'limdan olgan. Shunday chaqqon, shunday oyoq qo'llikki, hovlida qara. Hayvonni ko'rdingmi? Hamma yoni chinni qilib qo'ydi. Ko'rdim yana. Voy tavba. Shu zamonda ham shunaqa qizlardan qolgan ekanda, Ziyoda. Mana shunday milliy koloritga boy filmlar rejissyori Ayub Shahobiddinov kino san'ati haqidagi mulohazalari bilan bo'lishadi. Men kino rejissyor sifatida 23 yildan beri ijod qilayotgan bo'lsam, bu ijodiy ish davomida birinchi navbatda baribir o'shani o'zimizni, o'zbekligimizni, o'zimizni madaniyatimiz, o'zimizni munosabatlarimizni ko'rsatishimiz kerak. Bu juda mas'uliyatli ish. Sababi kino shunaqa bir siri borki, bu avval o'sha bir ijodiy eksperiment bo'ladi, keyin asarga aylanadi. Keyin yillar o'tgandan keyin bu bir hujjatga aylanadi. Ya'ni 30 yil o'tadimi, 40 yil, 50 yil o'tadimi, odamlar mana shu kino orqali bizani mana bugun nafas olib turgan turmush tarzimizni tahlil qiladi. Nimalarni o'ylaganmiz, nimalar haqida qayg'urganmiz, undan tashqari munosabatlar qanaqa bo'lgan. Mana hozir 30 yil oldingi munosabatlar hozirgi bilan mos emas. Deylik, 30 yil oldin ba'zi bir narsalardan juda bir hayron bo'lgan bo'lsak, bu oddiy narsaga aylangan. Kinoni shu vazifasi ham o'zi shu. Bizani har kungi hayotimizni birozgina bo'lsa ham chetdan turib muhrlab berish, fikrlashga undash deb o'ylayman. Shu tomonlama o'zim ijodimda ham masalan urg'u berib kelishga harakat qilganman. Avval o'sha oilaviy qadriyatlarni ko'proq ko'rsatgan bo'lsak, mana shu oilaviy qadriyatlarni hozir global bir dunyoni ichidaligimizni sezib turib bajaryapmiz. Filmlarni haqiqatdan nechadir yillardan keyin madaniy merosga aylanadi deb o'ylayman. Masalan, Shuhrat Abbosov filmlari, Melis Abzalov filmlari o'z-o'zidan bu bizning qadriyatimiz, madaniy merosimiz. Tomoshabinlardan albatta aynan shunaqa bir nuqtai nazar bilan kinoni tomosha emas, o'sha madaniyatni targ'ibot qila oladigan, sekingina o'sha muhim bo'lgan qadriyatlarimiz haqida gapira oladigan kuchli bir san'at asari sifatida ko'rishlarini xohlardim.